Hamid Cho'llanikiga soat o'nda savobi janozaga boraverasan. Yosh qari ertaga Hamid Cho'llanikiga savobi janozaga. Ye, kelinglar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Hamid aka, bandalik ekan. Lekin bu narsani tushunmadim. Nimaga gul sharla qo'yib qo'ygansiz? To'g'ri bola, qanaqa bandalik, nafasingni siqqil. To'y qilyapman, qizimni chiqaryapman men, Biz janoza deb eshitdik-ku. Janoza degan bizga. Kim aytgan uni? Uzr, ming bor uzr. Janoza deb eshitman, to'y ekan. Kamchilikda endi Saidjon. Hamid Cho'llanikiga to'y ekan. Janoza emas ekan.